Bir kuni bir insonning kapalak pillasiga ko'zi tushibdi. U uzoq vaqt o'tirib, kapalak qanday bor kuchi bilan mayda teshikdan o'z tanasini chiqarishga urinayotganini kuzatibdi. Keyin esa u yaxshi niyatda kapalakka yordam bermoqchi bo'lib, qaychi bilan qolgan pilla qismini kesib tashlabdi. Kapalak endi o'zini qiynash shart emas edi va u osongina chiqib ketibdi. Lekin kapalak paydo bo'lganida inson uning tanasi shishganligi va qanotlari mayda ekanligini payqabdi. U kapalakning qanotlari o'sib, uchib ketishini kutib, tomosha qilishda davom etibdi. Lekin bu sodir bo'lmabdi. Kapalak esa o'zining qolgan juda qisqa umrini shishgan tanasi va mayda qanotlari bilan yer yuzida sudralish bilan o'tkazibdi. Do'stlar, kurashish har doim bizga kuch beradi va shunday ekan, ba'zida biz boshdan kechirayotgan kurashlar aynan o'sishimiz va rivojlanishimiz uchun juda zarur ekanligini unutib qo'ymang.